Buyuk sarkardalar. Abulg'ozi Bahodirxon 17-asrda yashab o'tgan buyuk sarkarda, xalqimiz madaniyati taraqqiyotiga samarali hissa qo'shgan tarixnavis Abulg'ozi Bahodirxondir. U Xorazmda hukmronlik qilgan hukmdorlar ichida o'z ixtiyori bilan taxtni o'g'liga topshirib, tarix va tibbiyotga oid asarlar bitgan yagona hukmdor Arab Muhammadxonning o'g'li bo'lib, 1603-yilda Xiva xonligining poytaxti Urganch shahrida tavallud topgan. Taqdir Abulg'ozi Bahodirxon boshiga ko'p sinovlar solish bilan birga saodatli kunlarni ham nasib etgan. 1621-yilda uning og'alari Habash sulton va Elbars sulton otasi Arab Muhammadxonni yengib, uni Qum qal'asiga qamaydilar. Otasining tarafdorlari bo'lgan katta og'asi Asfandiyorxon Eronga, Abulg'ozi Bahodirxon esa Buxoroga, Imomqulixon huzuriga qochadi. 1623-yilda akasi Asfandiyorxon Xiva taxtini egallagach, Abulg'ozi Bahodirxon Urganchga hokim qilib tayinlandi. Lekin Asfandiyorxon bilan o'rtalarida nizo chiqib, Abulg'ozi Bahodirxon 1627-yilda Qozoq xoni Eshimxon huzuriga boradi. Keyin 2 yil Toshkent hokimi Tursunxon bilan ittifoqchi bo'ladi. Ko'p o'tmay turkmanlarning taklifiga binoan u yana Xorazmga qaytdi. Akasi Asfandiyor uni yana Xiva hokimi qilib tayinlashga majbur bo'ldi. 1629-yilda turkmanlar Eronga tobe bo'lgan Niso va Dorunni bosib oldilar. Asfandiyorxon Eron bilan munosabatlarning tamoman jiddiylashib ketishidan cho'chib, aybni Abulg'ozi Bahodirxonga to'nkadi va uni 1630-yil qishida Eron podshohi huzuriga garov tariqasida yubordi. Abulg'ozi Bahodirxon shu tariqa 10 yil Eronda, Isfahon yaqinidagi Taborak qal'asida qamoqda yashadi. Bu paytda u Rashididdin, Sharafiddin Aliyazdi kabi tarixchilarning asarlari bilan tanishganligi aytiladi. 1639-yilning yozida u tutqunlikdan qochishga muvaffaq bo'ldi. Abulg'ozi Bahodirxon bir necha yil taxt uchun kurash olib borib, nihoyat 1644-yilda hokimiyatni o'g'li Anushaxonga topshirdi. Abulg'ozi Bahodirxon Buxoro xoni Abdulaziz bilan Subhonqulixon o'rtasidagi raqobatga ham aralashdi. Chunki Subhonqulixon Abulg'ozining jiyaniga uylangan edi. Natijada Buxoro xoni bilan sulh tuzishga erishildi. Shunga qaramay, Abulg'ozixon 1663-yili 7 marta Buxoro xonligi ustiga yurish uyushtirdi. Uning yurishlari Buxoro xonligining siyosiy va iqtisodiy ahvoliga yomon ta'sir ko'rsatdi hamda ijtimoiy siyosiy ahvolni murakkablashtirib yubordi. Abulg'ozi Bahodirxon davlat boshqaruvida katta islohotlar o'tkazgan. U qabila boshliqlari nufuzini oshirish bilan ularning markaziy hokimiyatga qarshi xatti-harakatlariga barham bermoqchi bo'ladi va xonlikdagi barcha qabilalarni Qiyot Qo'ng'irot, Uyg'ur Nayman, Qang'li Qipchoq, Nukus Mang'it kabi 4 guruhga bo'ladi. Bunda qabilalarning urf-odatlari, turmush tarzi va qarindoshchilik aloqalari hamda joylashgan yeri hisobga olinadi. Mazkur 4 guruhga yana 14 mayda urug'lar ham qo'shilgan. Har bir qabilaviy guruhga bog'liq inoq tayinlanib, xon shu inoq orqali qabilaga tegishli masalalarni hal qilgan. Inoqlar xonning eng yaqin maslahatchisi sifatida saroyda istiqomat qilganlar. Abulg'ozi Bahodirxon saroyida xon hashami 32 qabila boshlig'i inoqlardan iborat edi. Abulg'ozi Bahodirxon yirik tarixchi olim sifatida ham e'tiborga sazovor. Uning 9 bobdan iborat Shajarai Turk, ya'ni Turklar shajarasi hamda Shajarai Tarokima, Turkmanlar shajarasi asarlari O'zbekiston,
umuman O'rta Osiyo tarixiga oid qimmatli manbalardan hisoblanadi. Abulg'ozi Bahodirxon Xorazm tarixining 16-17 asrning ikkinchi yarmidagi ijtimoiy-siyosiy tarixini bayon etgan Shajarai Turk asari bilan Xorazm tarixchilik maktabiga asos soldi. Abulg'ozi Bahodirxon tibbiyot ilmiga oid Manofiul Inson, ya'ni insonga foydali tadbirlar nomli asar ham yozgan. Abulg'ozi Bahodirxon nomi yirik davlat arbobi, mohir sarkarda, o'zbek davlatchiligi tarixini yaratgan mashhur muarrix sifatida ham tarix zarvaraqlarida muhrlanib qoldi. Abulg'ozi Bahodirxon